Akalar ikkita mashinani test qilib ko'ramiz. Turgan joyidan o tepaliqqa chiqarib ko'ramiz. Bittasi Baz 212 avtomobili, bittasi Jeep Wrangler. Tayyormisizlar? Ha? Davay bosinglar. Davay, ketdik keloni. Ya? Ya? Jeep 212 davay. Gap yo'q 212. Voy. Mana 212 qanaqa mashina? O qazib chiqib ketyapti, lekin gap yo'q. Ya? Aldamashlik uyaltirmang, aka. Balonda katta gap Sarvar. Voy, mana buni Jeep baloni undan zo'r, aka. Uniki oddiy ati. Uniki oddiy ati, aka. Voy, gap yo'q. 212. Bola hamma 212 oladimi endi? Voy, chiqib ketdi. Jeep ham chiqolmadi, 200 ga ham chiqolmadi, aka. Tushib ketdi yoqqa. Hammani qoladimi? Yo'q, endi hamma 212 oladi. Hamma 212 oladimi? Nima? Yaxshi mashina chiqdi. Yomon chiqdi lekin. Mana shu 212 avtomobiliga juda ham ko'pchilik ofroadchilar qiziqyapti. Охотникlar juda ham zo'r yuryapti. Mana bu tepalik seriozniy mana 200 ga chiqolmayapti, Jeep chiqolmayapti. Bora yo'q, ular haydashni bilishmayaptimi bilmadim lekin.